faqat notarius orqali mabodo oldi-sotdi bo'lgan yoki hadya bo'lib kelgan taqdirda birlamchisi faqat davlat ro'yxati o'tkaziladi. Qanday tartibda olamiz? Unda qanday yerlar hujjatli bo'ladi degan savol bo'lishi mumkin. Ko'p qavatli uylarda fuqarolar tomonidan hech qanaqa huquqiy hujjatlarsiz qurilish qonunga zid. Bu foydalanmoqchi bo'lsa, qanaqadir o'sha uy joy kommunal xo'jaligining o'zining alohida shirkatlari bor. O'sha shirkatlar bilan ijara shartnomasi yoki o'sha foydalanishga nisbatan ijara shartnomasi qilib foydalansa bo'ladi. O'g'lini merosxo'r, to'liq merosxo'r ekanligi tan olingandan keyin notarius orqali vositachilik bilan 16-moddaga asosan zaпрос jo'natilib, o'zi o'g'li merosxo'r bo'lgandan keyin o'zi ro'yxatga o'tkazib beriladi.